Assalomu alaykum qadrdonlar. Ishlab turib bir narsa xayolimga kelib qoldi va sizlar bilan ulashib qo'yay dedim. Agar kafilchi bo'lsani bu xatoni aslo qilmadi. Bu nima xato? Temir yo'lli zakaz tushdi klientdan. 45 qilib charxlab bermaysiz, temir yo'l qo'yib berasiz dedi klient. Sababi 1 metri alohida paganometrga to'lanadi. Shuning uchun ba'zi bir klientlar xohlamaydi sayqallashni burchaklarni. Shunaqa zakaz tushdi va uni kesish kerak. Aslo buni hammomda kesmani. Sababi bundan temir yo'ldan chiqqan uchqun kafilga tegsa, kafil oynagini yulib chiqadi ko'chirish jarayonida. Va bu tabiiyki endi buni yangilash kerak, mehnat, mashaqqat ko'payadi. Shuning uchun tavsiya qilamiz tashqariga boshqa xonaga olib chiqib kesishni. Bilganlarga eslatma, bilmaganlarga lifehack, yangilik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kimga shunaqa yangilik, lifehack videolar kerak bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh foydali ma'lumotlarga ulashishda davom etamiz.